Har yil Ramazonda eng ko'p sotuvga ega bo'lgan go'shtli maldonon retseptini bugun duolaringiz evaziga qoldiraman. To'liq grammlarini video tagiga qoldiraman. Oddiy un ustiga videoda ko'rsatilgandek tuz, droj, suv aralashmasini solib, yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirimizni teng ikkiga bo'lib, ko'pincha stol ustini yopib qo'yib qo'yamiz va bu orada piyozga turli xil ziravorlarni solib, nachinka tayyorlab olamiz. Go'shtni ham oldindan ziravorlar bilan tayyorlab qo'ysangiz, yana ham mazali bo'ladi. Ko'pib chiqqan xamirlarimizni yupqa qilib yoyamiz va erigan sariyog' surtib, go'sht va piyozlarimizni sepib chiqamiz. Xamirimizni teng o'rtasidan kesib, xonimga o'xshab o'raymiz va videoda ko'rsatilgandek qilib tugib, 1 soatga yana issiq joyga ko'pkani qo'yib qo'yamiz. Lis ustida ko'pib chiqqan nonlarimizni yengil yoyib, ustiga tuxum sarig'i hamda xohishga ko'ra kunjut sedana sepib, 250 gradusda qizarguncha pishirib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa, uni yaqinlaringizga jo'natib, ularni ham xursand qiling.